Depressiya yoki chuqur tushkunlik shunday ishlaydi. Insonda o'zini o'zi yo'q qilish dasturi ishga tushadi. Aslida bu yashashni istamaslik holatidir. Ya'ni insonning bu dunyoda yashashga bo'lgan ichki xohishini so'nib borishi. Fikr bu buyruqdir. Agar inson men bu dunyoda yashashni xohlamayman degan ichki holatda bo'lsa, organizm ham shu buyruqqa javob beradi. Go'yo tana shunday deydi: xo'jayin yashashni xohlamayapti, dunyo yomon ekan, demak yashash uchun faoliyatni kamaytiramiz. Shundan so'ng organizm hayotiy faoliyatni ta'minlaydigan jarayonlarni sekinlashtira boshlaydi. Keyin esa masalan maosh oladigan kun keladi. Inson pulini oladi va balki yana yashashga arziydi. Endi o'zimga biror narsa olsam bo'ladi deb o'ylaydi. Kayfiyat ko'tariladi. Shunda organizm ham yana hayotiy faoliyatni faollashtira boshlaydi. Bizning his-tuyg'ularimiz, fikrlarimiz, dunyoni va o'zimizni qanday qabul qilishimiz orqali tanamizga doimo turli buyruqlar berib turamiz. Bu buyruqlar miya orqali butun organizmga uzatiladi va tana ularga javob qaytaradi. Kasallikni ham organizmning ichki buyruqlariga bergan javobi sifatida tushunishimiz mumkin.